Cobalt uchun yana yangi programma tayyor bo'ldi. Bu programma orqali 4 ta qulaylik funksiyalarni o'chirib yoqsa bo'ladi. Bu funksiyalarni xosligini ko'rsatib o'taman. Oldinlari mashinaga bagaj ochish uchun alohida knopka qo'yilardi, platalar qo'yilib, simlar kesilib, shunaqa qilib bagaj ochiladigan qilib berilardi. Hozirgi kunda bitta programma bilan mana shu knopkani bosib tursanglar, bagaj ochadigan qilib beryapmiz. Bu programma orqali bo'ladi. Hech narsa qo'yilmaydi, hech qat kesilmaydi, hech qanaqa переделка bo'lmaydi. Ikkinchi funksiyasi Maytafonga дополнительный funksiyalar qo'shib beryapmiz. Ko'rsanglar bo'ladi. Komfort, удобство degan joyga kirsanglar, mashinani quplaganinglarda ovozi chiqib, papillab quplanadigan bo'ladi. Yana qo'shimcha funksiyalardan foydalansanglar bo'ladi. Aslida o'zini funksiyalari ishlamaydigan bo'ladi. Biz programma orqali bu hamma funksiyalarni ishlagan qilib beryapmiz. Agar mashinangizda shtatniy maytafon bo'lmasa yoki boshqa maytafon uстановка qilingan bo'lsa ham, mana shu ekranni ko'rayotgan hamma funksiyalarni biz maytafon bo'lmasa ham yoqib o'chirib bera olamiz. Uchinchisi, mashinada ketayotganinglarda avtomatik to'xtab qolsanglar, orqangizdan kelayotgan mashina yetib olmasligi uchun, avariya situatsiya bo'lmasligi uchun avarinkasi margat qiladi. Uni ham programma orqali yoqib beramiz. 30 tezlikdan sirazi tormoz berganda orqada avarinka margat qilib ogohlantiradi orqadagi haydovchini. To'rtinchisi, mashinada zadniga yurayotganda avarinka margat qilib, mashinani orqaga yurayotganini bildirib, ogohlantirib turadi. Bu hammasi programma orqali qilinadi. Kimga shu programmalar kerak bo'lsa, bemalol Lifecar usuliga murojaat qilsanglar, cho'tga qilib yozib ishlarni bitkazib beramiz. Xizmatlar bo'yicha pastki nomerlarga bemalol aloqaga chiqsanglar bo'ladi.